$3500 oshxona mebelini obzor qilamiz. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Kuxnyamiz asosiy tarafi, bu kuxnyamiz uzunligi 560, balandligi 280 qilib tayyorlangan. Birinchi qismida kuxnyamiz chiroyli ko'rinish berish uchun shunaqa ustun tashlaganmiz, apshipka qilib. Va undan keyin oddiy shkaflar, undan keyin tepaga ochiladigan shunaqa dizayn uchun tayyorlaganmiz. Pastki qismi pastga ochiladi. Undan keyin oynali joyimiz, bu ham kuxnyaga ancha ko'rinish beradi va pastki qismida oddiy shkaf. Keyin gaz qismida har doimgidek kargo qilingan. Bunisida ham xuddi shunaqa kargo, o'rtada tortmalar va qoshiq vilcha qo'yadiganlarimiz. Tepada vilchka va yana xuddi shunaqa oyna takrorlangan. Undan keyingisi yana tepaga ochiladigan eshik. Bu kuxnyada simmetriyaga juda e'tibor qaratganmiz. Gazni ikkala tarafiga ham bir xil ko'rinish berilgan. Va oxirgi qismida mo'yka tayyorlaganmiz. Tepasida sushilka. Eng tepasida shunaqa antresol shkaflarimiz bor va oxirgi qismida ham ustun qo'yib apshipka qilib berganmiz. O'ng tarafda oynaligi shunaqa idishlar tergani chiroyli qilib oynali xona qilib berganmiz va duxovka, mikrovonovka keyin qo'yiladi, keyin xolodilnik ham keyin almashtiriladi. Undan keyin o'sha aytganimizdek o'z tarafimiz buni og'irligiga qaramasdan xohlaganingizcha aqabaqa sursiz bo'ladi. O'rtasida tortmalari, shunaqa ikki chekkasi shkaflari bor. Orqa tarafida ham shkaflari bor. Kimga shunaqa qulay va estetik mebellar kerak bo'lsa, Nisar mebellar fabrikasiga bemalol murojaat qilaverasizlar.